o'zing engashding, o'zing olib chiqtirding sahnaga. Bu sen ashaddiy muxlising, ha? Shu she'rni endi ashula qilib berishing kerak. Ham berib turing she'ringizni. Ismingiz nima edi? Sevaraxon. Shuni ashula qilib berasiz endi. Yo, endi ayibmanda emas, mana chiqdilar endi, shu turibdi, shuncha tomoshabin o'tiribdi. Amerikada ham men ustimdan kulgan eding, esingdan. Qara qaytar dunyoni qara. Oldin 40 yilda qaytardi, 1 yilda qaytib qoldi, cho'tat. Tushungan, kaftingizni ko'rsating. Mana Imronni yozib qo'yibdim hamdiki. Shuna qilib ber endi, xafa bo'lmasinlar endi. Va qarsak chalib qo'yinglar. Shunaqa har bir san'atkor o'zining ashaddiy muxlisi bo'ladi. Nima deydi, nimadir she'r yozgisi keladi yoki xayolan o'sha san'atkorni sevadi, yaxshi ko'radi. Bu sinimiz ham shu Imronjonning xayollarida juda ham yaxshi ko'rar ekanlar, sevar ekan. Endi Imron uylangan, bilasiz, xabaringiz bor. Uylangan, ikkita bolasi bor. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Ashula qilib bersam bo'ldi. Ashula qilib bersam bo'ldi, shu she'ringizni. Yozganmancha she'rimni ashula qilib berishim. Bolalarga muzika qilib ber, xirgoy qilib ber, qaysi muzika chalvorishadi. Xirgoy qilib bergan, xirgoy. Rahmat. O'zi o'qiysizmi, qayerda o'qiysiz? O'zim o'qiysizmi, ishlaysizmi? ishlayman. Qayerda? Kutubxonada. Malades. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Shunaqa ashaddiy muxlislar ko'payaversin. Sog' salomat bo'ling. Hozir bir pas, hozir shunda hozir muzika qilishadi. Hozir sizga ashula qilib beradi, agar qila olsa agar. Hozir. Vaqtingiz bormi? Ha? Xohlasangiz sizga ham she'r yozib berishim mumkin. Voy, o'ynanib keting. Mana keyin xayolingizga keltirsangiz, hamma xayolingizga sig'mayman u seni. Shu bilan konsert qilib yuborasiz. So'lga bering.